Bitta o'ndan, bitta chapdan, bitta o'ndan, bitta chapdan deganda mana shunaqa chimchilab kelaveramiz. Xamirlarimiz o'sha har doimgidek mana 15-16 grammda. Ayrim mijozlarimiz shu 20-18 deyishyapti xamir. Bizda unaqa emas, 15-16 gramm xamirlarimiz. Tugamiz qani, bismillah. Sekinroq ko'rsatib beramiz. Chetini o'rtasini bitta qayirib olamiz. Bitta o'ndan, bitta chapdan, bitta o'ndan, bitta chapdan tugib kelaveramiz. 59-60 mana. Chimchilab bitta u yoqdan, bitta bu yoqdan, bitta u yoqdan, bitta bu yoqdan qilib, mana 18 yoshli qizni sochiga o'xshaydi. Xamirlarimiz 15-16 gramm, farshi 45 gramm. Tayyor xommanti 60 gramm bo'ladi. Mana bitta o'ndan, bitta chapdan, bitta o'ndan, bitta chapdan tugib kelaveramiz. Chimchilab bitta u yoqdan, bitta bu yoqdan, bitta u yoqdan, bitta bu yoqdan qilib, mana ser go'sht, qo'y charvla solingan. Narxlari 5000 so'mdan. 5000 so'm mesniy go'shtlarda bo'lgan, o'zidan mesniy go'shtlarda. Har qanaqangi ob'yomdagi zakazlarni qabul qilaveramiz. Qarz kuz so'msa, mantalari ham o'zgacha bo'ladi. Mantini zo'rlari mana. Yirtilmaydiganlar mana. Xamirlari 15-16 gramm. Chempion mantilarga kelaveramiz azizlar. Manzillarimiz shu Zoradagi masjid ro'parasida.